Sizga aynan HR kerak. Ko'pchilik rahbarlar HRlarni faqat ishga yollash yoki hujjatlar bilan cheklaydi. Natijada strategik masalalar savol ostida qoladi. HRni esa faqatgina hujjatlar bilan ishlovchi ijrochiga aylantirishadi. HR faqat hujjatlarni yuritsa, biznes qarorlari subyektiv bo'lib qoladi. Ishga olishdagi muammolar, to'g'ri tuzilmagan KPI'lar, retentiondagi muammolar sizning vaqt va pulingizni oladi. Strategik HR esa xodim psixologiyasi, bozor tendensiyalarini hisobga olib, siz bilan birgalikda strategiyani amalga oshiradi. Demak, HR funksiyasini operatsiondan strategik bosqichga o'tkazish zarur. HRni doimo rahbariyat yig'ilishlarida ishtirok etishini ta'minlash, kompensatsiyalar, KPI'larni belgilashda HR bilan birgalikda qadam qo'yish zarur. HRga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun analitik vositalarni taqdim qiling. Sizning HR mutaxassisingiz o'rindiqda o'tirgan ijrochimi yoki qarorlarni qabul qilishdagi strategik sherik?